Ay Nodir, rostdan shunaqa o'zgarishlar bo'lyaptimi o'rtoq barabanda? O'rtoq, omad shouda ishon вообще sensatsionniy yangiliklar bor. Voy, yomonni bor o'rtoqlar. Bitta ko'rsat barabanda ko'rishsam. Ey, to'xta. Bu sir. O'rtoq, ke, mana shu kommentariyada javobligini kutamiz. Barabandan nima o'zgarishlar bo'lgan? Qani mana bunaqa ish qilaylik. Hop. Kim agar to'g'ri javob yozsa kommentariyaga, LT va Jesco mahsulotlarini to'plamini sovg'a qilsin. Nima deysan? Yaxshi fikr. Zaza. Kommentariyaga yozinglar, qanaqa o'zgarishlar bo'ldi barabanda, nima yangiliklar qo'shildi, yozib ketinglar. Va asosiy yangilikni e'lon qilib qo'yishimiz kerak. Omad shouda shu kungacha 3 ta ishtirokchi omadini sinab ko'rgan. To'g'rimi? Endi nima imkoniyat bo'ldi? Endi o'rtoqlar 2 barobar ko'paydi, qatnashchilarning soni 6 ta bo'ldi. Bu degani siz ham omad shouga kelishingiz ehtimoli 2 barobarga ko'paydi degani. Buning uchun sababini qilish kerak. Nima qilish kerak? Mana shu mahsulotlarimiz bosh homiyimiz LC hamda Jesco mahsulotlaridan xohlaganidan xarid qilib turib, mahsulot ustidagi stikerni shundan o'chirasizlar-da 5400 ga jo'natib qo'yasizlar. Yoki bitta, ikkita mahsulot jo'natib ham chiqsa bo'ladi-da, o'rtoq. Agar imkoniyatim ko'proq bo'lsin, siz xohlaganingizcha xarid qiling. 100 tami, 200 tami mahsulotni nima qilaman? Siz mahsulotni qo'ni qo'shningizga bering, qarindoshlaringizga, maktabga, bog'chaga bering. Savob bo'ladi, xursand bo'lishadi, duo qilishadi. Omadingiz kelib qolsa, albatta siz bilan ham shu omad shu sahnasida ko'rishamiz. To'ppa-to'g'ri. Yana bitta narsani eslatib qo'yaylik. Azizlar, ko'pchilikdan savol keladi, bizning viloyatlarda mahsulot yo'q deb. O'sha do'konga kirib mahsulot so'rab, shu do'konchiga shu mahsulotlarni olib kelib qo'yinglar. Bizga kerak desanglar, do'konchi ham olib kelib qo'yadi, to'g'rimi? Albatta. Harakat qilinglar, hammaga omad. Sog' bo'linglar, sizlar bilan ham tez orada mana shu sahnada ko'rish nasib qilsin. Bergan ma'lumotimiz yoqqan bo'lsa, like bosib keting, esingizdan chiqib qolmasin. Sog' bo'ling.